Hammaga hello guys, sizlar bilan Rekuber va bugun biz Nether'da survival qilamiz. Bilaman anchadan beri ko'rmay qoldim, lekin bugun video olishga shashtim. Juda ham baland. Qani, let's go. Let's fucking go, nigga. Bolalar like bosib qo'yinglar iltimos. Bu zarur menga juda ham. Qani, bo'lmasa let's fucking go. Birinchini biz Nether'ni o'rganishdan boshlaymiz. Bizga Piglinlar tegmaydi chunki men oltin bosh kiyim olganman. Qanchalik aqlliligimni bilaman o'zim ham. Birinchi o'chirtda bizga nima kerak? Bizga birinchi o'chirtda daraxt kerak, daraxt. Daraxtsiz survival u nimaga o'xshay bilasizlarmi? Xotinsiz nimadanmi? Blub ya onayni. Qoch. Yo'q. Bilav uy ketmasam bo'lmaydi. Uyga emas, spawn bo'lgan joyim kerak. Opani gittina. Bilemam, sandiqda ovqat bordi. Kachga olaylik. Ye payni. Niga ye. To'ydi. Daraxt qidirish kerak, daraxt. Daraxt bormi? Qani daraxt bormi? O, ana, to'g'rida daraxt bor ekan. Baxtimizga daraxt chiqdi. Daraxtni bitta qoldirmay chopib ketamiz. Tushib chiq. Bitta qoldirmay chopib ketamiz. Ana ketdik. Sinib ketdi-ku. Ana yana bitta chopib ko'ray. Bo'ldi endi tushdi. Buni ham chopamiz qani. Hammasini tezda chopib olamiz. Chopib bo'ldik, kerakdan ham ortiq bo'lib ketdi. 18 ta daraxt chopimiz. Endi spawn joyimizga qaytamiz yoki Imam Blubmi? Nima nomi nima edi shuni? Slime. Slime edi. Qani uramiz. Bizga hujum qilyapti bu. Olovli slime ekan. Bilan urishib nima qilish? Qochib yuborish kerak bo'ladi-ani. Jonga tegdi. Portalimiz turibdi hali ham. Biz hozir daraja ko'tarilishimiz kerak. Qani toshdimma, yog'och plankalar solamiz hammasiga. Boshqa bo'lib ketdi-ku. Versak yasaymiz, keyin sirazi kirga yasash kerak. Kirgasiz yashamaymiz deganim. Nima deyapman bugun? Mazam yo'qmi bugun meni? Kirga yasadik. Isqirt vachcha nima bor meni oldimda? Ey. Apani. Yep. Banana. Portaldan ham ko'rsa bo'lardi. Mana slime'ga nima bor endi? Slime'ga nima bor? Nimaga qochib yuribdi? Nariyoqqa borib bir ko'rinmaydigan joylardan tosh qazib kelaman. Toshmi bu nima u? Nether degani oddiy loylami bular? Bilmayman nimaligini. Tosh bormi o'zi? Yo deep slate'mi faqat? Ana bir mashina kaloriylicha bir gap bo'lar. Balkim Nether'i chiqib qolsa, balki ololmayman chunki temirim yo'q. Ruddalar yo'qda Nether'da o'ynayim kerak. Qanday yashaymiz? Qanday bunday? Qanday bunday? Nechta zapalat ovqat bo'lsa bo'ldi. Qochish kerak yana bo'lib chiqib. Yonginamdan o'tib ketdi. Qochish kerak. Faqatgina qochib bir qilib yurish kerak. Mana. Mashlardan bittasini o'ldirib qilichini olsam kerak. Yo'q. Qo'ylar mazam qochib tashindan ko'ra ba'zi qurganim yaxshi. Kichkina bo'lsa. Mana 3 blok tepadan mo'ljallab sekin quraveramiz. Va nihoyat bazani bitirdim va o'zimga yog'ochdan bo'lsa ham qilich yasab oldim. Chunki ana ular Zaynobiddinni shogirdi qordi va eshik yasaymiz. Chunki bular taqalatmasdan kirishi mumkin. Taqalatishga eshik qo'yamiz. Nima yasasam ekan? Topormi yoki mash'ala qo'yishim kerak birinchi. Esdan chiqibdi mash'ala. Mana buni olib tashlaymiz. Blok yoqmayapti. Butga ham mash'ala qo'yamiz. Butga ham qo'yamiz.
Endi tashqariga chiqib bir narsalar qidirib kelish kerak. Deep slate yoki toshdan qurollanish uchun. Deep slate topsam bir 5-6 stak kovlab kelaman. Rostdan deep slate topsam 5-6 steakmish. Steak yaxshi ko'radiganlar obuna qo'yinglar. 5-6 stak kovlab kelish kerak. Deep slate. Deep slate qayerdan topsa bo'ladi? Ba'zan yo'qotib qo'ygan degan savollar ko'p bo'ldi. O'zimga qarshi chiqdim, bari deep slate topgan ketdim. Yiglinglar tegmaydi. Shuni o'zi ham kayf beradi. Qani sani qurboning bilay. Sani qurboning. Qanaqa blok bu? Pastda cho'chqalar. Biza bo'lsa laqillab yuramiz. No, qayerdan tushadi bu yerga? Voy, onayni, joy pastga tushmaman, lekin qo'rqib ketdim. Uyinda pastga tushib ketdim. Kartochkani. Bo'lmasa oy. Oni. Voy, bled, yengida oddiy dunyoda spam bo'lib qoldim. O'zim o'ldiraman, hayotdan to'ydim. O'lmay qoldim. Uning o'ldirdim o'zim. Hayotdan